Yo, salom, sizlar bilan Car Parking multiplayer o'yinini o'ynaymiz. Men o'zim tuning prokopim. Do'stlar, bugungi videomizda nick yomon qiyin ekan mana. Vipokasi shunaqa nick ekan. Do'stlar, shu bilan 5 ta videolar olamiz endi. Do'stlar, mana sekingina sanki boshqacharoq ekan. Hozir qo'yaylik do'stlar, endi sekingina yurib olaylik. Do'stlar, xat yozman endi. Aytib qo'yinglar. Do'stlar, hozir salbasroq qo'yaylik. Bo'ladi. Aktiv yondiramiz bo'ldi. Biz endi 60 taga yetamiz. Yaqinda ochdim o'z kanalda. Ochganimga 1-2 bo'lib qoldi. Shu bola rosa kick bo'ladi mensan. Sal boshqacharoq ekan, sal orqaga qaytamiz bo'ldi. Bir aylanib keldi deb. Kanalimiz M5 da qolib ketdi shu bo'ladi bu. Mana bu yerda parkovkalar bor, qoidani buzib qo'ydik. Qaranglar bo'ldi. Narsa bormidi? Ko'rmabmiz. Yo'q, qo'yilish yerda. Ana do'stlar, mashina zapravkaga qo'yganlar endi mana shu yerga tursanglar bo'ladi. Sekingina zapravka olmasa bo'lmaydi. Bilasizlar, M5lar sarilikada yuradi. Sarilka shunaqa deyiladi. Gaz olmasa bo'lmaydi, o'sib tugab qoldi. Mashinasini oldin ko'raylik. Bo'ladi do'stlar. Eng birinchi komment yozganga Car Parking multiplayer bo'lsa, qipikam ekan bitta M5 berib olishim mumkin. Yo M5 yo boshqa mashina. Do'stlar, tamom ozgina bo'g'ilgan. Shuning uchun kutib turamiz ancha. Galasoy bosilmayapti bo'ldi. Gaz oli. Hop do'stlar, olmasa ekan, sekingina ketaverar ekanda. Yo'l bor ekan bitta. Tez yurishda oqibati ana sekingina izindan yursa bo'lardi. Yaxshi ish qilmadi lekin. Bu yoqqa boraylik. Endi yozdi bola. Ko'rdinglar, mana oldim deb. Bo'ladi. Sekingina ketaveramiz bu yoqdan. O'zimizdan kelsa endi. Kuzatib turaylik-chi, qarang, kelyaptimi ekan. Shu bizni topolmaydimi deyman endi. Ben hayat topdi. O'z kelib qoldim. Marga tıklaylik. Ko'zini qo'yib.
Ay, topdik. Endi bo'ldi, o'chirib qo'yamiz. Biroz topishlik uchun edi. Bola, mana shu yoqda bitta joy bor edi. Videomda 10 kun oldingi videolarda ham qo'yganman. Shuni. Zabret qo'yib qo'ydim. Bizga farq yo'q. Kelib ketaveramiz. Salgina nasıl chang bo'ldimi? Opuzlar puldan mama yo'q. Yuvib olaveramiz. Sekin kalamushlarni o'tib olamiz. Ichini aylanamiz prosta. Urib oldi bir joylarda. Menimcha ko'p telefonlarga telefon o'ziga yangilanish kelgan bo'lishi mumkin. Bu yerga turvosini kelib tahling mashinani bir rolda olmasa bo'lmaydi. Yozot kun kelmayapti bolalar. Shunaqa qilib yozib qo'ysak bo'ladi. Sal orqaroq haydab qo'yib bo'ladi. Endi bu yoqqa o'tib olaylik. Kadrdan qochtirsin bolalar. Endi rasmga tushirib olaylik endi. Like maksimal hamma videomga like bosib ketinglar. Komment yozganlardan bittasini aniqlab dahshat o'ziga yoqadigan mashinani beraman. Va shunda ham video qilamiz. Logosi yo'q ekan. Bizda bor. Shuni rasm bitta logoni rasmini tushib qo'yaylik. Bolalar tushib ketdi. Ne ishlayman? Hop, do'stlar chiqdi. Bizga farqi yo'q bolalar. Endi sekin o'zimiz olaveramiz. O'zi yoqmayotganda to'g'risini aytsam. Yoqadi-yu, o'rtachada bir xil gaplarni kech tushunadi. Yozdim. Lekin yozishim bilan tez onlayn bo'lyapti-yu. Karparkingdan ko'p narsani tushunmas ekan. Men bir qaytib kiryapti. Men kirdi. Nima qildi? Ko'ringlarmi, bola videoni o'chirmaganmiz, ya'ni kirib keldi. Yaxshi videoni o'chirmabmiz. Qayerdan topib olish kerak, qayerdan? Bu yoqda ekan, mana kelib qoldi o'zi oldimizga. Sizlar ham qo'shilib qo'yinglar bolalar. ID'ni ko'p qo'rikman bolalar. Sizga ID'm Abrorxon pastchilcha 666 da. Hozir ko'rsataman. Mana tepada ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shunaqa
ID'ni o'zgartiraman. Ko'plar yozolmayapti. Shuning uchun o'zgartirib qo'yaman bo'ldi. Videoni ko'rganlaring uchun hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.